Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xitoyda eng trendga chiqqan, ya'ni lazer apparatlarni sizlarga obzorini ko'rsatib o'tmoqchiman va videoni oxirigacha tomosha qilsangiz bu komplektni necha pulga tushishini ham sizlarga aytib o'tmoqchiman. Videomizga like bosib qo'yinglar. Hozir bitta tajriba qilib ko'ramiz. Bularni endi necha millimetrgacha svarka qilib bera oladi desangiz, 0,5 millimetrlikdan 1 millimetrlikgacha bemalol svarka qilib bera olar ekan. Hozir bitta sinab ko'ramiz. Birinchi marta qilishim. Okey. Ko'ryapsizmi? Men uncha ustasi emasman. Endi bu tarafini ham bitta harakat qilib ko'raman. Wow. Ko'ryapsizmi? O'ta nima desam ekan? Dahshatli darajada bironta nima desam ekan, svarchilarning tilida nima deylardi, ustida hech qanaqa narsa qolmadi. Bu apparat 4 xil narsani bajarib bera olar ekan. 4 xil narsani. Ya'ni kesib bera olar ekan. Kesib bersam bo'ladimi? Kesib bersa bo'ladimi? Okey. Hop. Tilini tushunmasam-da, lekin harakat qilib sizlar uchun qilib ko'rsatyapman. Qaranglar. Endi kesib ko'rsatamiz ikkinchisini. Yo'q, bo'lmadi. Mana ko'ryapsizmi? Ozgincha issiq bo'lar ekan, zo'r. Qo'yil. Xo'p, ulab beradi, kesib beradi, har xil shaklda kesib beradigan apparatni narxi nech pul deb o'ylaysizlar? $3200 ekan, teng yarim narxida. Svarchilar bormi? Oramizda svarchilar bo'ladigan bo'lsa, agar tushunasizlar, bularni har xil tilda, russkiy, angliskiy, polskiy hammasini tillarni o'zgartirib bera olar ekan bemalol. Va o'zini ichida o'zini simi bo'lar ekan, o'shandan foydalansangiz bo'lar ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Agarda o'zimizda svarchilar shundan foydalansa qancha vaqtni tejaydi? Kommentariyga yozib ketinglar. Bu moslamamiz 4 xil ishni bajarar ekan. Hozir videoda ko'ramiz. Svarka qilar ekan, kesar ekan va ko'pchilik joyda ko'rgansizlar, zanglagan joylarni tozalab berar ekan. Ko'ryapsizlarmi? Temirlarni tozalab beradigan apparat ham hisoblanar ekan. Qo'yil. Va o'sha joyni svarka, endi svarka emasda, bu svarkaning boshqa turida u. Agarda bizning obunachilar ichida svarchilar bo'lsa, bitta o'zi tushunib olishadi. Qo'yilmisizlar? Bularni lekin eng qalinligi 0,5 millimetrlikdan 1 millimetrlikgacha holatda kesib yoki svarka qilib bera olar ekan. Zo'r.